qayerda ishlaganda bu? Xalq bankida. Qaysida? Shahardagidami? Chidamaysiz endi u. Chiq yakkamak edi. Baxtir aka. O'sha yaqinlab ketdi. O'ynardi, ichkarida o'ynardi endi. Haligi Baxtirga qarab, chiq dedi-ku dedi. Chiqasiz yakkamakka chaqiryapti. Qaytaring va hazillashdi haligi. Hozir borganda aytadi. Baxtirga o'ylab yakkamakka chiqmoqchisiz dedi. Yo'q endi, menga baribir yo'q. O'zgarish katta, soqol qo'lga qo'ymas dedi. Qaytadan ko'rishdi. Baxtir aka yaxshi odam-da. Oldin birinchi do'kondan bir bordik, yo'q ekanda ketgan ekan. Tabriklar kerakli. O'rma yurdik. Haligi imom aslida mer qo'ysa namozovini qo'ydikmi? Shirasi borgan ekan, shirasi qarab hayvonga aytdi. Alaka, Baxtirga, Anjirga, uchalasidan qaysi biri bo'lsa shuni qo'yaman deb yurdim. Jo'rab topolmay qolma deb. Anjir aytdi. Alaka dedi, Abdurahmon oldimga o'tgan. Aytdi, Usmonov Anjir akami? Ha. Yo'q-ku dedim aytdi. Baxtirga telefonini berdim. Baxtirga telefonini aytdi, Baxtirga aytdi. Alaka dedim, monoga dedi, ki aytdi dedi. Bunlar dedi, Abdurahmon ular yo'qlar dedi. Olmasa yot bo'ladi dedi alaka. Bu yonida turdik. Tekkasiga kelgani olib olib dedi. Nega kelgansizlar so'radi. Kim o'zi xohlagan? Men dedim. Sen rozi qo'y desam, nima masalada ketdilar. Sen aytdin, alaka, Anjirga, Baxtirga degan odamlar sizdan ketdi deb aytdilar. Yo'q, qabul qilingan qaytib kelgan. Hadi ha, bizga malakchi emas, oldimizga. Qasdaqni tushib keldi. Tepaga chiqib ekan. Tepaga chiqib to'xonga o'tirib keldi. Ha, sen aytdilar. Bu yomon hozirgi